Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Hududlar infratuzilmasini yaxshilash, iqtisodiy o'sish sur'atlarini yanada yuksaltirish maqsadida mavjud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda driver loyihalari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa tadbirkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida respublika byudjetidan imtiyozli kredit mablag'lari evaziga katta va kichik biznes vakillarining tashabbuslari qo'llab-quvvatlanyapti. Mavzuni muxbirimiz Gurlan tumanidan tayyorlangan lavha bilan davom ettiradi. Joriy yilda Gurlan tumanida respublika byudjetidan ajratilgan 1,8 milliard so'm mablag' hisobidan 6 ta mahallada 6 ta driver loyiha amalga oshirilmoqda. Ularni zarur infratuzilma bilan ta'minlash maqsadida 4 ta obyektda qurilish va obodonlashtirish ishlari olib borildi. Masalan, xususiy korxonalarning biriga qarashli 1,2 gektar bino va bo'sh yer maydonida yumshoq hamda qattiq mebellar, plastik oyna va eshik romlari ishlab chiqarishni tashkil qilish uchun 0,7 kilometr elektr tarmog'i tortildi hamda bitta transformator punkti o'rnatilib, elektr ta'minoti yaxshilandi. Bundan tashqari korxona tomonidan 500 kilovatlik quyosh panellari o'rnatilib, iste'moldan tashqari soatiga 2-3 million so'm daromad keltirmoqda. Hozirda bu yerda 25 ta ishchi o'rni yaratilib, yil oxirigacha 1,5 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Bunday loyihalar hozirgi kunda 6 ta loyiha bo'lib, 3 tasi sanoat loyihasi, 3 tasi xizmat ko'rsatish sohasi, asosan ichki bozorlar Qoraqalpog'iston Respublikasiga hamda shu viloyatdagi barcha tumanlarga mebel mahsulotlarini yetkazib berib ta'minlab kelmoqda. Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida tumanimizda 12 ta yangidan tadbirkorlik subyekti loyiha tashkil qilindi. Shuningdek 46 ta tadbirkorlik subyektlari kengaytirildi. Bu kabi ishlarni bosqichma-bosqich tartibda davom qildirayotimiz. Hozirda 2025-yil davomida orttirilgan tajribamizning natijasida 2026-yil uchun ham 4 ta driver loyihasini taqdim qilganmiz. Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida 500 ta yangi ish o'rin yaratish rejalashtirilmoqda. Bugun bu korxonada istalgan turdagi oshxona, mehmonxona va tadbirkorlik binolari, ofislar uchun mebellar ishlab chiqariladi. Joriy yilning o'zida qariyb 1,5 milliard so'mlik mahsulot mijozlarga yetkazib berilgan. Mahsulotlarga talab yuqoriligi bois hozirda faoliyatni kengaytirish uchun qo'shimcha bino ham qurilyapti. Bu yil avgust oyidan ish faoliyatimizni boshladik. Hozirda tumanimiz shu yoshlarni ish bilan ta'minlab 25 dan ortiq ishchilarimiz bor. Aholining kerak narsalari, stol, kumba, shkaf, shunday narsalarni o'zlarimizning do'konlarga, tumanimizdan, viloyatimizdan tashqari Qoraqalpog'iston, Mang'ut, Beruniy, To'rtko'l shularga ham yetkazib berib turibmiz. Yumshoq mebellarimiz ham bor hozirda. Bundan ham bolalarimiz yaxshi ishlab turibdi aholini. Bizlarning uskunalarimiz Xitoydan olib keltirilib o'rnatilgan. Hozirda bizlar shu uskunalar bilan juda ham tez va oson ishlab turibmiz. Bugun tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ish boshlashlarga ko'maklashishdan tashqari mahsulotlar sotuvini yo'lga qo'yishdagi amaliy yordam ham juda muhim. Tumanda bu borada ishlar yo'lga qo'yilgan. Sotuv binolaridan tashkil topgan ko'chalar xaridorlarning bir joyga jam bo'lishlariga imkon yaratadi. Mas'ullar tomonidan tadbirkorlar bilan suhbatlashish va muammolarni hal etish natijasida 300 ga yaqin yangi ish o'rni yaratildi. Endilikda yangi driver loyihalarini ishga tushirish natijasida 2026-yilda ham yana 500 ta yangi ish o'rni yaratish reja qilingan.